Assalomu alaykum do'stlar, bu Qozoq Story Time. Biz boshlaymiz. Men u bilan turmushga chiqayotganimda hamma bitta savolni berdi. Nega? U millioner, qarigan, sukutni yaxshi ko'radigan odam. Men yosh, hayotga tashna, o'ziga ishongan qiz. Bizning oramizda sevgi yo'q edi. Buni ikkovimiz ham bilardik. Ammo yana bir narsa bor edi, kelishuv. U menga hamma narsani berdi: uy, mashina, erkinlik, ishonch. Men esa unga tinchlik va jimlik berdim. Hamma narsa shunchalik silliq ediki, hatto shubhalanishga ham hojat yo'qdek tuyulardi. Toy sokin otdi. Kam odam. Ortiqcha shovqin yo'q. U kulmadi, lekin ko'zlarida nimadir yashirin edi. Men buni hayajon deb o'yladim. Birinchi kecha. Men tayyor edim. Ammo u emas. U menga yaqinlashmadi. Faqat deraza yonida turdi. Jim. So'ngra past ovozda dedi: "Bugun men senga bir sirni aytaman." Men uni 10 yil saqladim. Yuragim tez ura boshladi. "Bu nikoh shunchaki kelishuv emas", dedi u, "bu himoya." "Kimdan?" deb so'radim. U menga qaradi. Ko'zlari sovuq, ammo halol edi. "60 dan", dedi u, "va agar sen hozir chiqib ketsang, men seni to'xtatmayman." Men ketmadim. U stol tortmasidan qalin papkani chiqardi. Ichida hujjatlar, fotosuratlar, yozuvlar bor edi. Birinchi sahifada bitta ism yozilgan edi, mening ismim. "Seni men tanlaganman", dedi u, "tasodifan emas." Shu lahzada men tushundim. Bu nikoh pul haqida emas edi. Bu men bilmagan hayot haqida edi. Papka stol ustida ochiq yotar edi. Men unga qaray olmadim ham. Go'yo qog'oz emas, 60ning o'zi qarab turgandek edi. "Sen qo'rqyapsan", dedi u sokin ovozda. "Bu yaxshi. Demak, sen hali tiriksan. Nega mening ismim bu yerda?" dedim nihoyat. U stulga o'tirdi. Sekin, og'ir nafas olib. "Chunki sen bu hikoyaning oxirgi bo'laksan", dedi u, "ammo boshidan boshlashim kerak." U menga qaradi. Bu qarashda boylik ham, hokimiyat ham yo'q edi. Faqat charchoq bor edi. 10 yillik sukut charchogi. 10 yil oldin, dedi u, men boshqa odam edim. Pulim bor edi, lekin tanlovim yo'q edi. Men bilmagan bir ishga majburan aralashtirilganman. U papkadan bir surat chiqardi. Unda yoshroq erkak, jiddiy qarashli, orqasida baland bino. "Bu men", dedi u, "va bu bino mening eng katta xatom." "Nima bo'lgan?" so'radim. "Men odamlarning pullarini emas, sirlarini saqlaganman", dedi u, "va bir kuni bilib qoldim, ayrim sirlar tirik odamdan ham qimmat." U papkani sekin varaqladi. Har bir sahifa yuragimni siqardi. Telefon yozuvlari, bank hujjatlari, sud qarorlari va yana suratlar. Men bilmagan yuzlar. Ammo hammasida bitta umumiylik bor edi: yo'qolgan odamlar. "Ular qayerda?" deb so'radim, ovozim titrab. "Ba'zilari tirik emas", dedi u rostgo'y ohangda. "Ba'zilari esa tirik bo'lsa ham o'z ismida yashamaydi." Men jim qoldim. "Endi sen haqingda", dedi u va boshqa hujjatni oldi. Men o'zimni ko'rdim. Universitet yillari. Hujjatlar. Hatto bolaligimdagi surat. "Siz meni kuzatdingizmi?" dedim. "Himoya qildim", dedi u, "chunki sen bilmasdan o'sha hikoyaning markazida tugilgansan." "Qanday qilib?" U ko'zlarini yumdi. "Otang", dedi u sekin. "U o'sha ishni fosh qilmoqchi bo'lgan." Yuragim to'xtab qolgandek bo'ldi. "Otam oddiy odam edi", dedim. "Yo'q", dedi u, "u jim odam edi. Bu esa ko'proq xavfli." U menga qaradi. "Otang vafot etgan kuni men qaror qabul qildim. Agar bir kun bu sir ochilsa, sen yolg'iz qolmasliging kerak. Shuning uchun menga uylangansizmi?" dedim. "Ha", dedi u, "bu nikoh qalqon." Xonada sukunat cho'kdi. "Agar men rad etsamchi?" so'radim. "Unda ertaga sen oddiy hayotingga qaytasan", dedi u, "lekin bu sir baribir seni topadi."
Men esa chetga chiqaman. Agar qolsam. U chuqur nafas oldi. Unda sen hamma narsani bilib olasan, dedi u va bu yo'lda orqaga yo'l bo'lmaydi. Men derazaga qaradim. Tashqarida shahar tinch edi. Odamlar uxlayotgandir. Ular bu uyda nimalar bo'layotganini bilmasdi. Siz nega hali tiriksiz? Deb so'radim. U achchiq kuldi. Chunki men foydaliman, dedi u hozircha. Men yana papkaga qaradim. Menga vaqt bering, dedim. Yo'q, dedi u, bu sir vaqtni yoqtirmaydi. Men ichimda nimadir sinayotganini his qildim. Avvalgi hayotim, sodda, tushunarli hayot orqada qolayotgandi. Yaxshi, dedim nihoyat. Men qolaman. U bosh irgadi. Unda ertadan boshlab sen mening xotinim emas, dedi u, sen bu ishning bir qismisan. Shu kecha men uxlay olmadim. Chunki tushundim. Men millioner qariga turmushga chiqmagan edim. Men sirga turmushga chiqqan edim. Ertalab uyg'onganimda uy jim edi. Juda jim. Go'yo bu devorlar kecha aytilgan gaplarni eshitib, endi nafas ham olishdan qo'rqayotgandek. U allaqachon uyg'onib ketgan edi. Stol ustida nonushta, yonida kichik qog'oz, tashqariga chiqma. Bugun tingla. Kimni degan savol ichimda tugildi, ammo javobni o'zim ham bilardim, atrofni. Men deraza yoniga bordim. Qarshimdagi ko'chada bir mashina turardi. Qora. Oddiy. Lekin kecha yo'q edi. Ichida kimdir o'tirgandek tuyuldi. Yuragim siqildi. U xonaga kirdi. Sezayapsanmi? Dedi u. Ha, dedim. Bizni kuzatishyaptimi? Bizni emas, dedi u, seni. U gapni cho'zmasdan davom etdi. Otang yo'qolganidan keyin ba'zi odamlar uning ishini yakunlangan deb hisoblamadi. Ular meros qoldi deb o'ylashdi. Qanday meros? So'radim. Bilim, dedi u, hujjatlar. Ismlar. Zanjirlar. U menga qaradi. Ular 10 yildan beri shu merosni qidirishyapti. Va endi ular sen borligingni tushunishdi. U menga telefon berdi. Tingla, dedi u va qo'ng'iroqni qo'ydi. Ekranda notanish raqam. Qisqa pauzadan so'ng ovoz eshitildi. Siz o'zingizni xavfsiz his qilyapsizmi? Dedi erkak ovozi. Siz kimsiz? So'radim. Do'st, dedi u hozircha. U kuldi. Sizning eringiz ko'p narsani biladi. Lekin hammasini emas. Siz nimani xohlaysiz? Dedim. Tinchlik, dedi u, agar bizga kerakli narsani topshirsangiz. Bizda hech narsa yo'q, dedim. Unda nega sizni tanlashdi? Dedi u sokin ohangda. Nega aynan siz? Aloqa uzildi. Qo'llarim titrardi. Bu kim edi? So'radim. O'yinchilar, dedi u va ular sabrsiz. O'sha kuni u menga haqiqatning yana bir qismini aytdi. Otang oxirgi marta men bilan uchrashgan, dedi u, menga bitta narsa topshirgan. U seyfni ochdi. Ichidan kichik fleshka chiqardi. Bu yerda ismlar bor, dedi u, lekin ochish uchun kalit yo'q. Qanday kalit? So'radim. U menga qaradi. Sen, dedi u. Men. Qanday qilib? Otang kodni sen bilan bog'lab qo'ygan, dedi u, ovozing, xotiralaring, savollaring, buni men ham bilmayman. Faqat u bilgan. Men chuqur nafas oldim. Demak, men istasam bularni ochishim mumkin, dedim. Ha, dedi u, lekin shunda bu odamlar jim turmaydi. Agar ochmasamchi? Unda ular yana bosadi, dedi u, chunki umid eng xavfli narsa. Kechga yaqin mashina ketdi. Ammo ichimdagi xavotir ketmadi. Men tushundim. Bu nikoh meni himoya qilayotgandek tuyulgan edi. Aslida esa u meni markazga olib kelgan edi. U yonimga kelib dedi. Endi sen qaror qilasan. Qanday qaror? Sirni ochish yoki yashirish, dedi u, har ikkisi ham narxga ega. Men uning yuziga qaradim. Bu yuzda boylik emas, qo'rquv bor edi. Ammo u qo'rquvdan qochmayotgandi. Agar ochsam, dedim, nima bo'ladi?
Haqiqat, dedi u va yo'qotish. Agar ochmasam. Yolg'on, dedi u va doimiy qo'rquv. Men ko'zimni yumdim. Bu kecha men bir narsani aniq tushundim. Ba'zi sirlar ochilishi shart. Aks holda ular seni ochadi. Tungi sukunat uyga og'ir bosim bo'lib tushdi. Men fleshkani qo'limda aylantirib o'tirardim. U kichkina edi, ammo ichidagi sirlar butun hayotimni ag'darib tashlashi mumkinligini his qilardim. Hozir emas, dedi u, avval tayyor bo'lishing kerak. Qachon tayyor bo'laman? So'radim. Hech qachon, dedi u rostgo'y ohangda. Lekin ba'zan harakat qilishga majbur bo'lasan. U menga eski daftar berdi. Qalin muqovali sahifalari sargaygan. Otangniki, dedi u, bu kalitning bir qismi. Daftarni ochdim. Unda kundalik yozuvlar bor edi. Oddiy so'zlar, oddiy kunlar. Ammo ayrim jumlalar tagiga chizilgan, ba'zilari yoniga belgilar qo'yilgan edi. Bu nima? Dedim. Kod, dedi u, otang odamlarni emas, ma'nolarni yashirgan. Biz kechasi ishladik. So'zlar orasidagi takrorlanishlar, sanalar, joy nomlari. Bir sahifada uy so'zi qayta-qayta yozilgan, boshqa sahifada esa sukunat. Har safar sukunat yozilganda yonida sana bor, dedim. Va har safar shu sanada bir odam g'oyib bo'lgan. Dedi u. Yuragim siqildi. Demak, fleshka, dedim. Fleshka, ro'yxat, dedi u, daftar, xarita. U kompyuterni yoqdi. Fleshka joyiga qo'yildi. Ekranda so'rov chiqdi, kalitni kiriting. Nima kiritamiz? Dedim. O'zingni esla, dedi u, otang senga nimani ko'p aytardi. Men ko'zlarimni yumdim. Bolalik. Kechki suhbatlar. Uning ovozi. Savol berishdan qo'rqma, dedim sekin. So'zlarni kiritdim. Ekran ochildi. Birinchi fayl ochildi. Ismlar. Sana va joylar. Har bir ism yonida belgi, nazorat ostida, yo'qolgan, yakunlangan. Bu, dedim nafasim qisilib. Ha, dedi u, bu tirik odamlarning emas, yo'q qilingan hayotlarning ro'yxati. Keyingi fayl, audio yozuv. Otamning ovozi. Agar buni eshitayotgan bo'lsang, demak men xato qilganman. Ular jim emas. Ular kutadi. Va agar bu sir ochilsa, qizim xavf ostida bo'ladi. Ko'zlarimdan yosh chiqdi. U seni himoya qilmoqchi bo'lgan, dedi u past ovozda. U meni markazga qo'yibdi, dedim achchiq kulib. Telefon jiringladi. Notanish raqam. Siz kalitni topdingiz, dedi tanish erkak ovozi. Endi vaqt yo'q. Qanday qilib bildingiz? Dedim. Biz har doim bilamiz, dedi u, siz yolg'iz emassiz. Aloqa uzildi. Bizni kim sotdi? So'radim. U jim qoldi. Shu payt eshik taqilladi. Ochmang, dedi u. Ammo kech edi. Eshik ochildi va ichkariga u kirdi. Uy xodimlaridan biri. Yillar davomida jim yurgan, ishonchli ko'ringan odam. Kechirasiz, dedi u, men boshqa tanlov ko'rmadim. U orqasiga qaradi. Tashqarida mashina faralari yonib turardi. Ular qayerda? Deb so'radi tashqaridan ovoz. U menga qaradi. Qoching, dedi u sekin. Keyingi lahzada shovqin ko'tarildi. Qichqiriqlar. Qadam tovushlari. U meni orqa eshikdan tortib chiqardi. Tez, dedi u. Biz yugurdik. Orqamga qaraganimda u millioner erim eshik yonida turardi. U qochmadi. U vaqt yutayotgandi. Yo'q, deb qichqirdim. U menga qarab bosh irgadi. Xayrlashuv emas edi bu. Buyruq edi. Yashash haqida. Mashina uzoqlashdi. Uy orqada qoldi. Telefonim jiringladi. Xabar keldi. Birinchi bosqich yakunlandi. Men titrab ketdim. Shu kecha men birinchi narsani yo'qotdim. Bu boylik emas edi. Bu himoya edi. Va endi o'yin haqiqatan boshlangandi. Men yashiringan joy shahar tashqarisida edi. Oddiy uy.
Oqartirilgan devorlar. Atrofida daraxtlar. Juda sokin. Juda oddiy. Aynan shunday joylar eng xavfsiz bo'lardi, hech kim e'tibor bermaydigan. Bu yerda vaqtincha bo'lasan, dedi meni olib kelgan erkak. Savol bermagin. Erim qayerda? Dedim darhol. U jim qoldi. Bu jimlik javobdan ham og'irroq edi. U tirikmi? Ovozim titradi. Hozircha, dedi u nihoyat. Lekin bu o'yinda tirik degan so'z barqaror emas. Men o'tirib qoldim. Qo'llarim sovuq edi. U ketgach, men fleshkani yana ochdim. Ro'yxatdagi ismlar, ularning ayrimlari yonida qizil belgi paydo bo'lgandi. Kechayoq edi bu belgilar. Ular harakatni sezishdi deb o'yladim. Bitta ism ko'zimga tushdi. Mening ismim. Yonida yozuv bor edi, faollashdi. Nafasim qisildi. Demak, men ham ro'yxatdaman, dedim o'zimga. Keyingi faylni ochdim. Video. Otam kameraga qarab o'tirardi. Juda charchagan. Ammo ovozi aniq edi. Agar qizim buni ko'rsa, demak men yo'qman, dedi u, va demak sen allaqachon tanlangan bo'lasan. Tanlangan nimaga? Deb pichirladim. Bu ro'yxatni yo'q qilish mumkin emas, davom etdi u, uni faqat ochib yuborish mumkin. Odamlar bilsa, tizim yashira olmaydi. Lekin narxchi? Dedi u kameraga tikilib. Narxi doim bo'ladi. Eshik taqilladi. Men seskanib ketdim. Shu zahoti deraza tomondan qaradim, mashina yo'q edi. Eshik ochildi. Oldingi erkak qaytib kelgan edi. Biz muammoga duch keldik, dedi u, eringni olib ketishdi. Qayerga? Dedim. Bilmaymiz, dedi u, lekin bu safar ular yashirmaydi. Men nima qila olaman? Dedim. U menga uzoq qaradi. Sen tanlov qilasan, dedi u, yoki ro'yxatni topshirasan. Yoki uni hammaga ochasan. Agar ochsam, ular hamma yoqdan bosadi, dedi u, lekin ortga yo'l bo'lmaydi. Agar topshirsam, unda ering balki qaytadi, dedi u, balki. Men ko'zlarimni yumdim. Otamning ovozi qulog'imda yangradi, savol berishdan qo'rqma. Menga vaqt kerak. Dedim. Vaqting yo'q, dedi u, ular allaqachon kelishyapti. Telefon jiringladi. Notanish raqam. Sizda 1 soat bor, dedi sovuq ovoz. Qaroringizni kutamiz. Aloqa uzildi. Men stulga o'tirib qoldim. 1 soat. 1 qaror. 1 hayot. Yoki bir nechta. Shu payt ichimda bitta aniq fikr paydo bo'ldi. Bu sir meni emas. Men bu sirni tanlashim kerak. 1 soat jimlikda o'tdi. Soatning har bir soniyasi yuragimga urilgandek edi. Telefon stol ustida yotar, go'yo menga qarab turardi. Men fleshkani qo'limga oldim. Shu kichik temir parcha ichida yuzlab taqdirlar, yo'qolgan hayotlar va mening kelajagim bor edi. Otamning ovozi yana qulog'imda jarangladi. Savol berishdan qo'rqma. Men qo'rqmadim. Kompyuterni yoqdim. Tarmoqqa ulandim. Oldindan tayyorlangan manzillarni ochdim. Jurnalistlar, mustaqil tekshiruvchilar, xalqaro platformalar. Bir tugma va sir yopiq qoladi. Ikkinchisi va u ochiladi. Telefon jiringladi. Qaroringiz? Dedi sovuq ovoz. Ha, dedim men. Qabul qildim. Unda fayllarni topshiring. Yo'q, dedim sokin. Men ularni ochyapman. Aloqa uzildi. Yuborildi. Bir emas, o'nlab manzillarga. Nusxalar. Dalillar. Ro'yxatlar. Audio va videolar. Otamning yozuvlari. Erimning hujjatlari. Hammasi bir vaqtda. Bir lahza boshlik bo'ldi. So'ngra telefonim tinmay jiringlay boshladi. Xabarlar. Ogohlantirishlar. Tahdidlar. Ammo kech edi. Sir endi bitta uyda emas edi. U hammaniki bo'lib qolgandi. Ertasi kuni tong boshqacha otildi. Yangiliklar jim edi, lekin ijtimoiy tarmoqlar qaynardi.
Savollar ko'paydi. Ismlar aytildi. Tizim bir zumda hammasini yopib tashlay olmadi. Axborot juda tez tarqaldi. Meni yashirgan erkak keldi. Sen hammasini agdarib yubording, dedi u hayrat bilan. Yo'q, dedim. Men faqat yorug'lik yoqdim. Ering haqida xabar bor, dedi u. Yuragim to'xtab qolgandek bo'ldi. U tirik, dedi u, uni qo'yib yuborishdi. Endi u foydali emas. Biz uchrashdik. U charchagan edi. Oqartirilgan yuz. Ammo ko'zlari tirik. Sen to'g'ri qilding, dedi u, men senga faqat vaqt sotib olganman. Men seni yo'qotaman deb o'yladim, dedim. Yo'qotding ham, dedi u achchiq jilmayib. Lekin boshqa narsani topding. Nimani? O'zingni, dedi u. Biz ajrashdik. Sokin. Hujjatsiz, shovqinlarsiz. Bu nikoh boshidan oxirigacha qalqon bo'lgan. Endi qalqon keraksiz edi. Men boshqa joyga qochdim. Oddiy hayot boshladim. Ammo ichimdagi o'zgarish qaytmas edi. Ba'zi ismlar oqlanmadi. Ba'zilari sudga tortildi. Ba'zilari jim qoldi. Tizim qulamadi, lekin yaralandi. Bu yetarli edi. Bir kuni otamning eski daftarini yopib qo'ydim. Oxirgi sahifaga bitta jumla yozdim. Sir ochilganda qo'rquv joyini tanlov egallaydi. Derazani ochdim. Tashqarida shahar shovqini. Hayot davom etardi. Men tushundim. Men millioner qariga turmushga chiqqanimda pul topmagan edim. Men ovozi bo'lmaganlarning ovozini topgan edim. Va bu eng qimmat meros edi.